Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bodomlar gulladi, asalarilar ishni boshladi. Biz ham ishimizni boshlaymiz. Dalaga chiqdik bugun. Asalarilar xizmatni boshlagan mana. Noyabr oyida ekilgan ko'chatlarimiz chiqishni boshladi. Olverlar nima oldi chiqqan. Olverlarni. Mana gilos yuvaysi. Biz olverlar deymiz. Olverlar. Hop, shaftoli hali chiqmadi. Bodomlar 100% chiqib bo'ldi mana. Bodom mana. Foiz chiqib bo'ldi. Endi bu bodomlarning nimasini, salafanni olamiz. Salafan tezroq olish kerak. Bo'lmasa egilib qoladi. Salafan issiqda ko'ydirib qo'yadi. Urular nima chiqqani uru. Hozir mana bodom chiqqan, qara bodom. Bugün 9-mart 2026-yil 9-mart sanasiga mana qara. Bodomlarimiz mana shunday holatda. Salafanni olgandan keyin ham video qilib chiqaraman. Hozircha mana salafanni olganimiz yo'q. Urug'larimiz chiqib yotibdi. Mana hammasi zo'r. Salafanni olgan kunim ham video qilib chiqaraman. Hozircha mana 9-mart sanasiga urug'larimiz mana chiqib, bodom birinchi o'rinda chiqadi. Ana shu holatda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.